rostdan qiz bo'lamisiz? Ha. Tejilmaganmisiz? O'tgan safar ham shunaqa akajonim. Qalaysiz? Asal bersam yalaysiz? Zo'rmisiz? Nima gap? Bo'ladi, shu basharingizda operatsiya qilinmagan joylari qolmabdi-ku, emas. Biror marta operatsiya qildirmaganman, faqat gel bor. Nima degani u gel? Filler. Tushunasizmi? Yo'q. U nimaga qo'ydirgan ularni? Nitvaya qildirganman ko'zimni, burnimga ozgina gel, filler, labimga, jag'imga bo'ldi. Jag'imga, yuzimga, ko'zimga, qoshimga, somsamga, qilinmagan g'ayris qoldi. Qolgan hamma joyim tabiiy. Mammeschi. Tabiiy. Nima u tabiiyga o'xshamaydi u bo'lmasa. Tabiiy voy. Endi tug'maganman-da hali. Tug'ish niyat bormi? Tug'ish niyat bor, конечно. Hamma ayolda bo'lsa kerak. Kimdan tug'moqchisiz? Erim o'sa. Ya bu turish. Ko'chadagilardan tug'mayman. Bu turish er olmaydi-ku. Hamma joyingiz yasama bo'lyapti. Dummaysiz. Umuman operatsiyaga narkoz umuman olmaganman. Hayotimda narkoz olmaganman. So'koproq qiling, yaxshimisiz? Podyoshka qo'ring. Dummangizdan. Umuman operatsiya qildirmaganman mana. Narkoz olmaganman. Yo, dummangizdan yasamanmi dummangiz yo jivoymi? Yo'q, tabiiy, hamma joy tabiiy. Aldamayman. Zavoddan qanaqa chiqqan bo'lsa shu. Bitta turingkan. Yo'q, nima bu yerda turib berishim kerak manimcha. Ya endi qayerda turib beramoqchisiz? Ko'rishib qolsak yotib berasiz, turib bermaysiz. Yo'q, bermayman men. Shunday ko'rsangiz oqib ketsangiz kerak. Voy, shu daraja krasavchikmisiz? O'ta krasavchikman. Do'st emas. Manaman degan u erinmas qizlarni hamma shunday ko'rgan payt oqib, oyoq qo'li qaltirab, tiz oqib qo'ygan. Nechta bittasi. Hayotda ko'rish kerak ekan-da unda. Siz qayerdasiz? Siz qayerda? Men Andijondan dedim o'tgan safar. Esingizda yo'qmi? Esim pastroq. Bir kunda Primoyda bo'lsangiz, Madinaga yozib yuboring. Primoyda. Bir kunda million odam bilan gaplashaman. Qaysi biri esimda qolsa. To'g'ri. Ko'p odam bilan gaplashaman. Bir esda qolarli bir husumat, bir duo qilib bergandingiz, duo, topsin shu qiz deb. Esingizda yo'qmi? Ha, necha yoshga kirdingiz? 20. 20 yoshgacha shuncha joyga kirdingiz. Men ko'stayman so'ray. Qancha joyga kiribman? Sham yoqib turuvmidingiz? Qoshlar, lablar, bir balolar, kipriklar, sochlar, ko'zlar, qilinmagan, yeyilmagan, o'rtilmagan, turtilmagan joyingiz qolmabdi. Voy tavba, siz hayotda ko'ring. Endi hozir ko'proq makiyaj qilgan bo'lishim mumkin. Bu yuzni razm. Atak tabiiyman. Bu yuzni razm. Bu yuzni. Men 180, yo'q, 168. Mana tatuировkalarim jivoymi? Ha, o'chirtirdim lekin bularni bir marta. O'chadi yana 2-3 martadan keyin. 20 yoshga kirguncha tatuировkalarim chizdirib taylasizmi? Siz qanday tavba qildingiz? O'zbekistonda katta bo'lmadim-da, men kichik. Qanday katta bo'ldingiz? Turkiyada, maktab, litsey Turkiyada tugatganman. Tavba qildim. Tamam, beradi. Lekin yaxshi. Понятно, o'zbekcha emas-da. Turkiyada katta bo'lganman. Polniy maktablarni o'sha yerda tugatib kelganman. Yaxshi qizga o'xshaysiz uxlaganingizda. O'zi yaxshi qizman, hamma yaxshi qizsiz deydi, hech kim yomon demagan. Sochingiz sariq ekan-a, yo o'zi bo'yalganmi? O'zi qora, bo'yaganman. Nima uchun? Yoqadi. Yarashadi. Sariqlikmi? Ha, yarashmaydimi? Nima uchun Turkiyada katta bo'ldi Zaynab?
oyim Turkiyaga eriydi ekanda. Sochlaringni sariga bo'yab nima qilasan? Bilasan. Soch ostida manon borligini bilasan. Sariq sochli somsaxon o'zing yaxshi bilasan degan qo'shiq eshitgansizmi? Eshitganman. Siz aytmaganmisiz shu qo'shiqni? Meni ustozim aytgan Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev rahmatli. Ko'z tegmasin. Shu o'g'illari shu qo'shiqni aytmasin deb sudga berib, meni sudga berib yubormasa yana harommi? Sherali Jo'rayev o'lganmi? Rahmatli deyapsiz-ku. Ha, meni hozir dadamning qo'shig'ini efirda aytyapti, 3000 ta odamni ichida. Meni sudga berib, mana Sherali Jo'rayev o'g'illar bilan sudlashyapti. Yana Tavba qildim, uni qo'shig'ini ham aytib bo'lmaydi. Sudga beradi, prem sudga berib yuboradi. Siz Sani so'ragansiz. men esimda yo'q, men hammadan so'rayman-da, qiziqaman-da. Rosa qiziquvchan ekansiz. O'ta qiziquvchanman, qani bo'lsingchi. O'ta qiziquvchanman. Yo'q deganman-ku, esizda-ham. Aldaysiz, aldaysiz. 100% bunchalik darajada hamma joyingizda tatuировkalar chizdirgan odam, qo'rqmagan odam qo'taqdan qo'rqmaydi bu yoshda. Qo'rqmayman. Tatuировka sizda ham bor shekilli, yo'qmi? Ya. Unday ahmoqlikka yo'l qo'ymaganman. To'g'ri, ahmoqlikka o'chirtira olmayapman, to'g'ri qilasiz. Fayzi Madinaga yozib yuboring. Meni aldashgan. Turkiyaga borgan paytda meni aldashgan. Короче, tatuировka chizdirsang pizduz bo'ladi. Burni chizdir, purini chizdir, bo'yniga chizdir, bir balo qildir deyishgan, lekin chizdirmaganman. Hech joyimda yo'q. Yaxshi qilgan ekansiz. Meni ham maktabdagi o'rtoqlarim miyamga kirib, medanamgada miyamga kirib, yur chizdiramiz, zo'r bo'ladi deb olib borib chizdirib kelishdi. Orqa tomoningizda don't stop degan yozuv yo'qmi? Yo'q. Mana belchangizda mana. Belcha umurtqachon o'rtasiz. Don't stop degan yozuv yo'q. Birovda ko'rdim, yaqinda birovda ko'rdim mana shu yozuvda. Bunday qilib telefonni beliga shunday qo'ydimda tarjima qildirdim. To'xtama degan ekan uningizki. Don't stop deb yozdirgan, to'xtamadi ekan jalab, to'xtama degan ekan bilan. Yaqinda ko'rdim birovda, belida ko'rdim. Chiroyli turadim. Pizdes chiroyli turgan. Nima ekan deb qiziqdim-da. Qiziqdim. Don. Ha, don't stop. Qizingizda bormi deyman? Kimda? Gaplashadigan qizingizda bormi deyman? Gaplashayotgan qizim yo'q meni. Yolg'izman. Bitta anaqa rus qiz bilanmi gaplashasizlar-ku? Yo'q, unda tatuировka yo'q. Unda tatuировka yo'q. Ko'rdim, hamma joyni tekshirib ko'rdim, tatuировka yo'q ekan. Tatuировkasi yo'q ekan. Men o'chirtiryapman. Bu o'chamikan bu? Voy rosa azob o'chirtirish, chizishda umuman og'rimaydi. O'chirtirishda kuydirib o'chiradi. Yomon azob. Shahnoz, sen ham dumingga chizdiraylik, bitta tomoniga somsa, bitta tomoniga banan chizdiraylik. Shahnoz, bizni chiroyli chiqib brend bo'lasan. Shahnoz, chizdiraylik, somsaning tepasiga kapalacha chizdiramiz. Pastga qarab turgan. Bo'lmaymi? Qishloqda katta bo'lganimga Xudoga shukr qilaman akalar. To'g'risini aytaman. Qayerlisiz o'zi? Men juda bir chetga qishloqdaman. Qishloqda katta bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Sababi beg'ubor bolalik ko'rdim. Qiyinchilik bo'lsa ham hayotni qiyin issiq achchig'ini ko'rdim. Rosa beg'ubor bolasiz-ey. Ya, endi deyman-da, o'sha narsalarni ko'rdim. Mana shaharda yashasang, shaharda yurgan insonlarni betiga qarasang, na nur bor, na fayz bor, da. O'zi bilan o'zi.
Rostdan men yomonlamoqchi emasman. Men o'zim ham Dubayda, Abu Dabida poytaxtda yashayman, lekin qishloqda yashagan odamlar bor-ku, zalatoy odamlar bo'ladi. Qishloqni ko'rib, To'g'ri, qishloqning odamlari yaxshiroq bo'ladi. zalatoy odamlar bo'ladi. Shaharda katta bo'lgan odamlar tez qarib ketadi. Tez qarib ketadi. Ko'p narsani bilgan odam tez qarib ketaveradi. Shaharda hamma o'zicha shaharlayman deb o'ylaydi, lekin o'sha yaxshi emas. Qishloqni gashti boshqacha bo'ladi. Rostdan xafa bo'lmanglar shaharlar aka-ukalar. Lekin qishloq baribir. Qishloq zo'r. Qarshi qayerda edi? Men juda uzoqdanman, qishloqdanman, Qarshini ham juda uzoqdanman. Beg'ubor bolalik hammasi qishloqda bo'ladi, o'g'lim. Don. 10 soat qoldi onangizga efirni o'chirmasligim kerak. Nimaga 10 soat? Ular nima bo'ladimi? Bir yangilik bo'ladi. Efirni o'chirmasligim kerak. Uxlasam ham shu qo'yib yotaman. Uxlab qolmayman. Shunaqa qilar ekan. Iloji boricha uxlab qolmayman onasining. Iloji boricha. Bam. Necha soat bo'ldi? Gaplashib chiqasizmi? 8 soat bo'ldi. Poqqo'y gaplashib, efirda shunday gaplashib o'tirsam bo'ldi. Men hozir mana aytaman, 20 ming bo'lsa, 20 ming, 24 ming. Yomon emas-da bir kechada 24 ming dollar pul topish. Qayerdan? TikTokdanmi? TikTokdan shuncha topsa bo'ladimi? Men kirganimga 1,5 haftami, 2 haftami bo'ldi-da. Aktivi katta bo'lish kerak-da. Shartnoma bermaydi har joydan. Aktivi katta odamga shartnoma keladi, shartnoma beradi. TikTokda o'zi shartnoma tayyor qiladi. Bos. Eshik stoplayapmiz. Bos. Lekin hali ham birorta donator topganim yo'q, tanish topganim yo'q. Donator ko'p. Donator ko'p. Unda tanishib, salom alaykum, nimadir deb gaplashish kerak emas. Chiroyli o'yin qilish kerak, chotga o'yin qilish kerak bo'ldi. Unda assalomu alaykum deb bitta odamni ko'nglini olaman deb, efiringga kelayotgan 40 ta odamni ko'nglini qoldirasan. To'g'risi rost ekan. Hammani bir xil ko'rish kerak. Kirsa salom berish kerak emasmi? Yo, salom berish kerak, ko'rib qolsang hurmat qilib hammani, lekin men bu yerda hammaga bir xil sen odamlarga yoqishga harakat qilma. Kim qanday bo'lsang o'shanda yoqtirsin. Ko'nglingdamisan? Mana primo qilyapsanmi, efir qilyapsanmi, kimdir imkoniyati bormi, narsasi bormi, ko'nglida bo'lsa, yuragingda bo'lsa, padishka qilaver. Lekin o'shani padishkasini olaman, o'shani boyagi pulini olaman, unisini olaman deb yaqin kirishib qolgan odamlarning ko'nglini qoldirib qo'yasan, bo'lmaydi. Hammani bir xil ko'zda ko'r. Puli bormi, puli yo'qmi, donatormi, videoshimi, oddiymi, bir xil ko'rish kerak. Shunda o'sasan. O'zi hali taniyman ko'pchilik. Men ham seni shu yaqinda ko'rdim. Yaqinda bir marta gaplashdik, o'shanda esladim. Men boray onangizga janjalga qo'taq bormi? Yebanlar. O'zi kunda janjal onasini sizga o'yladi. Yetadi o'sha oila mojarosi. Birovni janjali, birovni urushi, birovni tepishi onasiga sog'lom odam qiziqmaydi unday narsaga. Sikamiz biz janjal onasiga. Sog'lom odam sikami janjal. Mazza qilib, kulib, kayf qilib o'tirganga nima yetsin bular? Janjal nahri. To'g'ri, pozitiv qarash kerak doim hayotga. Da. Mazza qilib, kayf qilib o'tirishga. Salomgalik olmay ekan deydi. Ko'rsa olamiz, ko'rsa olamiz, ko'rmasa endi dahqo odam yozyapsizlar, bitta odam o'qilmaydi. Men o'zim maktabda o'qimaganman. Shu TikTokka kirib ozroqgina o'rgandim, shu o'qish. Boshqa nima TikTokda o'rgandim ozroqgina. Endi planlar nima kelajakda? Kelajakda o'tgan safar aytdim, erga tegish. Erga tegish bo'lsa, TikTokka kirma, yaxshi qiz. Ishlashni yomon ko'raman, bir karyera qilishni yomon ko'raman, dangasaroqman. Shunda erga tegib qolgan yaxshiroq variant. Erga tegmoqchi bo'lsang, uyda chiroyligina tavbangni qilib o'tir. Xudodan so'ra. O'zbekka tegmayman. O'zbek yevropeyskiy tushunadigan bo'ladi-yu, balki. TikTokdagi hech kim erga tega olmaydi. Mana shu yoqqa kirdimi, hech kim erga tega olmaydi. 100 yildan beri eri yo'q bular. Yo'q. Yo bir o'ttirishi mumkin. Bizdan hozir emas.
3-4 yildan keyin shu 23-24larimda hozir ertayu endi 20 kirgan bo'lsam. TikTokdan chiqib ketsang, erga tegishing mumkin. King Kong. Oy, bilat, King Kong tog'a. King Kong tog'a, rahmat tog'ajon. Tog'ajonim, mehribonim. King Kong tog'a, rahmat. King Kong. Pizdes kinolik shu King Kong. Hozir ko'raman shu King kino. King Kong ko'raman. King Kong zo'r kino. Do'stlar, King Kong tog'a podpiska bosib qo'yinglar. Ali akam Dubay. Erga tegmoqchi bo'lsang, qara, men juda ko'p narsani ko'rganman, qara. Erga tegmoqchi bo'lsang, mana balki taqdirim TikTokda toparman. Peshonaga yozilgan-ku balki. Gapimga qo'tag'imni kunday qo'yib qasam ichaman, mana shu TikTokda stream qilayotgan qizlar birontasi erga tegsa, onasiga o'zimni 2 metr shunday olib kelamanda, mana patologga o'zimni olsam. Nimaga voy? Yomon shartlar qilmasak. Hech kim mana shu TikTokda erga tegolgan yo'q, tegolmaydi ham javob. Endi yomon shartlar qilmasa, hurmati bilan nima o'qisa balki. Foydasi yo'q. Qissa qilmasa hech kim erga tegolmaydi. Yo bir popir o'ttirishi mumkin, lekin erga tegolmaydi. Tegolmaydi. Вообще tegolmaydi. Foydasi yo'q. TikTokdan tep ketsa-chi, er topib TikTokda o'zida. Taqdiri pul bo'lmaydi. Kim tegdi mashada? Kim tegdi? Mana aytinglar qani kim tegdi mashada? Kim premyer? Hech kimni tanimayman lekin. Kim tegdi? Mana odamlarga savol beryapman. Shirin tekkan, Shirin Dayusga tekkan. Shirinni eri Dayus. Shirinni eri prosta pul uchun yashayapti. Erta puli qolmasa Shirin taylab ketadi. Shirinni eri G'irt Dayus. Shirinni eri G'irt Gandon bola. Men taniyman-ku, qo'tag'miyan. Bu pul uchun yashayapti Shirin bilan. Kim degan? Adila deydi. Adila G'irt Jalab. Po'qo'yinga. Adila G'irt Jalab. G'irt Jalab. Adila eng Veshizor Jalab. Parizoda tekkan deyapti. Qaysi Parizoda? U Instagramdagi Parizoda, u TikTok. Instagramda emas, u mana bu yerdan chiqqan. Qo'tag'imda ham yerga tekkan yo'q. U ham bir Dayusga tegdi, ajrashib ketdi. Yuribdi hozir mana qo'taq-sira. Hayotda tekkan yo'q. U Parizoda bir chorti top quruq yolg'ondan to'y qildi, tamom. Shabi deydi. O'ta yomon deydi. U o'ta yomon. Shabi streamer emas, Shabi donator edi-ku. Shabi efir ochib, bunaqa battle o'ynamaydi-ku. Lekin bir tomondan havodan kelib qolar ekan, tipa pul. Yaxshi ekan, hech yo'qdan-da. Shu tomoni sal yo'qdi. Doston, ko'tingga siskaman. Doston, yana bir marta shunaqa narsa taylasang, og'zingga beraman, ko't. Doston, haromi, iskirt, ko't. Naroda o'yna. Xolajoningda andaluslar siksin. Gladiator balasi, tirik qol. Haromi. Ana eski shikalat deb ko'timga urib taylam ochaman. Doston, ko't. Yaxshi qiz, erga tegmoqchimisiz? 5 mahal namozni o'qing, Xudodan so'rang. Yaxshi er berding. Ichmayotgan, chekmayotgan. Lekin mana men O'zim ichib chekaman. Yo, ba'zida ichib turaman, lekin elektronika AX chekaman. nima? Elektronika. Doston, og'zingga siqib ko't. Lekin to'g'ri, shunaqa ichmaydigan, chekmaydigan, qizlar bilan yurmaydigan bolalar esa yoqadi. Esli bolalar yoqadi. Mana men umuman ichmayman. Umuman. Nikagda. Men redka ichib turishim mumkin. Lekin AX chekaman. Kuniga 2 pachka chekaman. Men nos chekaman. Nos chekasizmi? Nos chekaman. Bir qultum ham spirtni ichmayman. Umuman spirtni yo'q menda. Bitta nosdan kayf olaman.
Qizlar bilan ham umuman Men ham yurmayman. tashlagandim. Endi hozir ba'zida ichib turaman. Nima ichasan? Mirzohid og'zingga qo'tag'in. Vino, Vino? pivo, ozgina. Vinoni bomishlar ichmaymi? Vinoni bo'lmishlar ichmaydi, voy. Pivo ham ichmayman, hayotda ichmayman. Umuman oxirgi marta qachon ichganingizda oxirgi marta Ichmay yaxshi emas. Men ham tashlagandim, keyin redka yana boshlanib ketib qoldi. akalar ko'timisizlar, nima qilyapsizlar? Og'zimga bermoqchi bo'lyapsizlar. Erkak kishi bo'lib. Erkakda ham og'zga berami, o'g'lim? Unday qilmanglar. Uyaltiryapsizlar. Shuncha odam Mirzohid haromi. Oxirgi marta shu o'tgan yil ichuvdim onasiga. Buzilib qolganman shu 4 qil pivo ichib, o'lib qo'y. Men ichkilikni ko'tara olmayman. Organizmingiz men ham zo'r ko'taraman, lekin qancha ichsam ham umuman mos bo'lmayman. Necha litr icha olasan? Masalan, pivo deylik, mana butilkadan bo'ladi-yu. 9 ta, 10 ta ketaveradi. 10 butilkami? Qo'yni ekan u. Endi qiz bolaga normalda. Men Tanishlarim o'sha 3 tadan keyin bo'lib qoladi o'rtoqlarim. To'plab yuraman. Bir kechada 40 ta butilka ichganman. 40 ta. 2020. Eski alkashlardan ekansiz. Yo. Umuman ichmaganman desangiz, hayotingiz davomida ichmagansiz deb. Yo, 2020-yilda ichishni taylaganman. O'sha taylaganman, oxirida taylaganman. O'sha ichganim, o'shandan keyin ichmay ketganman. Bir ichishda 5 ta litrovka ichaydik 2 kishi. Erkaklar ko'p ichadi, to'g'ri. Ko'tara oladi ko'pini. Sizda ko'tara olmayapti ekan. Yoki ko'p ichaverganingizdan o'sha organizm toplamay qo'ygan. Ichimligida oxiri nima bo'lishini men bilganman. Shuning uchun taylab ketganman, kerak emas. Mos bo'lib qolguncha ichmayman, o'shali sezyapman, o'sha jicha tepdimi, bo'ldi, o'sha to'xtataman. Nima chekasiz? Aks. Nima dorimi? Yo'q, qanaqa dori? Apparatni sigaret bor-u, qani. Qani. Vinom ko't. Mana. Oddiy manaqa apparatni. Ko'rmaganmisiz? Ko'rganman, elektronik demaysizmi? Ha, elektronniy. Boshqa narsa chekmayman. Lekin narkotikadan umuman uzoqman. Даже oldimda ham qildirmayman hech kimga. Yo'q, ko'tarmayman. Yoqmaydi. Yoqmagan qayerdan bilasiz chekmagan bo'lsangiz? Hidi yoqmaydi o'shali. Ko'nglim aynitadi. Yo'q, rostdan chekmagan. Oldimda chekkan, hidi yoqmagan o'sha. Ko't, vinom ko't. Tasama bilata ammangni ko'tiga skay. Zaybal kirding og'zimga beraverib haromi bilan. Biladi, hamma narsani biladi bu qiz. Otajon. Lekin men nekakda o'g'illar, nekakda. Men hech qachon ichish, chekish unaqa narsa yo'q. Nos chekaman, eng zo'r kayf qilayotgan narsa nos. Bir otim nos chekaman-ku. Nosmi, yo'ni velomi? Nos. O'zimizni nos. Bitta otim nos chekaman-ku, любой narsani kayfini beradi nos. Omda ham kayfini beradi. Bir nos cheksam 7 reys om sikkandek kayf qilaman. Rostdan. Nos degan bitta nos chekish. Rostdan qancha ikkinchi? Rahmat Malikam. Qanjondamiz. Deganda yo'q bo'lib ketdi shekilli. Nimasi? Oy, bor ekan. Nos chekadiganlar yo'q bo'lib ketdi shekilli. Nos chekayotganlar qo'ling ko'tarsin. Nos chekayotganlar qo'ling ko'tarsin. Mujiki, qo'ling ko'tarsin. Efirimda gala noskashlar o'tiraman men efirimda. Mana qara, full chat mana. O, radnoylar. Bitta chekamiz akalar. Bitta chekamiz o'g'illar. Davay.
Rosa ko'pchilik chekarkan hali ham. Rostdan so'zi yo'q. Bir pachka sigaret qancha hozir? Bir pachka sigaret exchange. Endi originali 70 mingmi, 80 mingmi shunaqa. Qancha? Originali o'zimizda chiqariladigani 25 ming shunaqa. Onangizga 70 ming, 80 ming? Originalini Koreyadan olib keltiriladigani. Sigaret chekmanglar akalar. 80 ming so'mga sigaret chekib siz aqllaring deydinglarmi? Bagdad tog'ot. Tog'ajonim, yetimchamiz подписка qilib qo'ying, yetimchamiz tog'ajon. Bagdad tog'am, o'zimda tog'am, u bir подписка qilib qo'ying. Unos nimadan tayyorlanardi bilasizlarmi? Men shunaqa deb eshitganman, qaysidir hayvonni bo'qidan. Tayyorlanishi menga qiziq emas. Men chekib kayf qilaman, tamom. Menga u ko'rmaganim qiziq emas. Ko'rsam nimadan tayyorlanganini chekmasligim mumkin. Kurkani bo'qidan aytgan, kurka. Dubayda bir bloki, exchange'da bir bloki 60 dirham. 60 dirham qancha bo'ladi? Bir blok 60 dirham. Bizda arzon ekan-da bo'lmasam exchange Dubayda. Dubayda qo'yna pulku exchange, O'zbekistonda shunday qilmas. Ostanovkalarda shunaqa. U ham kayf qiladim, boshingiz aylanib sal burilma. Nostami? Nos chekkanimda qizlarni yalang'och ko'raman. Voy. Kiyimi ko'rinmaydi. Kiyim ko'rayaptimi ish qilib? Ko'rinmayapti. Uch katta ekan. Narxi ko'ra 80 ming so'mga paytiga. Bu meniki 25 mingmi shunaqa. 20 mingda 25 ming qilib qo'yishdi. Men to'g'risi. Nimaga Dubayda yashaysiz? Dubayda tanishdim. To'g'ri, 2 yil oldin 15 kunga boruvdim rosa yoqqa. Kelib keyin ingliz tiliga borganman, borib ishlayman deb. Ingliz tili o'rganolmadim, keyin oyim ham jo'natmadi. Bala Dubaylarga ham kelgansiz? Borganman, Maldivga borganman, Tailandga borganman, Qo'yorsan, balash qilganmi qo'yorsan. Blokka keta, o'zidan xudodan topadi degan mayli. Qayerga? Maldivga, Dubayga, Tailandga, Saudiyaga, keyin Turkiyaga. Saudiyada nima qilgansiz? Ibodat Makkaga. Onangizga terilarim buzilishib ketdi bilan. Jullarim tikka bo'lib ketdi. Voy tavba. Umraga borganmisiz? Hojonamisiz? Bir oy borgan, bir oy yashaganman. Bilan hojona? Hojona. Ben hojona ekan akalar. Gibi. Rohiba Merlin. Rohiba Graciela. Shaytonim boramoqda. Men shaytonmanmi? Tavba qildim, astag'firulloh. Ko'rinishdan shaytonga o'xshaydi, lekin ko'ztingiz. Astag'firulloh. Zaqli yashashim kerak-ku, lekin baribir oyoqda ham o'ylash kerak-da. Ikkinchi hayotda ham ozroqgina. O'zi o'ylayman. Savob ham qilib turasizmi? Savob? Anaqa men ko'proq hayvonlarga ehson qilishni yaxshi ko'raman. Ya endi hayvonga Tipa ko'chadagi mushuklarga ovqat tarqataman ko'proq. Endi aytish to'g'ri emas, hozir buni bu yerda. Mushuklarni yaxshi ko'raman. Odamlar qiladi, hayvonlarga kamchilik qiladi O'zbekistonda. Shunga ko'proq hayvonlarga qilaman. Hayvonlarga savob. Rosa katta savob. Och mushukni, ko'chadagi itlarni to'ydirish rosa katta savob. Ko'chadagi itlar to'ydirishdimi, ana ko'chadagi bolalarni aytmayapsizmi?
Haqiqiy it. Og'rib qolsa, masalan, kasalini ko'rib qolsam, olib kirib davolab chiqarib yuboraman. Yaxshi qiz ekan. Ko'nglim asta-asta bilyapman. Yo, bitta shu hayvonlarni ko'proq odamlarga kamdan kam yaxshilik qilaman. Malades. Malades, kelajagi bor. Bu TikTokka qanday kirib qoldingiz? Voy, bitta tanishim bor. Bir yil kir zo'r narsa kir dedi kelgan. Bo'pti, kiray dedim. Keyin yaxshi, sal yoqdi. Men ham yaqinda kirdim. Yaqinda Bir 6-7 oylab bo'ldi kirganimga. Uncha tanil olmayapman. Nima qilsam ekan, flash qilsam ekan, nimadir qilib ko'tarsam ekan deb. qilganmisiz o'zi hech? Yo'q, qilmoqchiman yaqinda. Flashmi bir yaxshiroq bir bemazalik qilmoqchiman-da o'ta. Hech kim qilmagan. Qizlar qiladimi? O'zi faqat siz efiringizda qilishsa kerak qizlar. Qilishdi. Qizlarni ham endi videolarda ko'rganman, bitta yarimini qilgandi, lekin o'zim qildirib ko'rmaganman hali. Siz o'ynaysizmi shartda? Yo'q, imin. A? Shartda o'ynaysizmi? Yo'q, men shartdan faqat qo'shiq urishdan o'ynadim, boshqa narsada o'ynamayman. Qo'shiq ham urish o'yin bo'ladi. Deychkimisilar, to'g'ri qilib. Shartdan o'ynamayman. Zangiz tarqalib ketadi. Unda primoyimda ko'p odam o'tirmaydi-da. Soat mana 2 bo'libdi, 300 ta odam. Sal bir 2000 odam o'tirayotgan qilsaydim men filmda. Nasib bo'lsa bir yaxshi ideyalarim bor. Yaxshi va savob ishlar qilmoqchiman. Yaxshi. Endi nasib kelajakda katta odam bo'lib ketsa o'tirar bizda ham primoyimizda bir 5-10 ming odam. Niyat qilamiz, orzu havas qilamiz, shuncha ko'p odam o'tiradi. Ko'p ko'raman primoyizni. Aldamay qo'ying. Qayerdan ko'rasiz? Podpisaniyman ko'raman-da. Ha, ko'rasiz. Deganingizni ham ko'rdim. Nimamda? Siyganingizni. Anaqaga nima edi? Gilamga siyyorganingizni. Gilamga siyib ko'rmadim, lekin polga siyganman lekin. Gilamga siyib. Gilam borida adashmasam yo yo'qmidi? Yo'q, gilamga siymaganman. Bitta siyib ko'rish orzuyim bor, lekin gilamga bugun sal qoldi o'ynashga. Men yotgan joyimga siyib yuborishim mumkin edi. O'ylamabdi eladim bilan. Mayli, go'zal qiz, gullashamiz. Xo'p, gaplashamiz. Davay.